Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan qanday qilib YouTube dan video tortib olish haqida gaplashamiz. Bu savol ko'pchilikni qiynayotgan bo'lishi mumkin, ko'pchilikni qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Albatta, bu YouTube dan ko'rilayotgan videolarni tortib olish mumkin. Buning yo'li juda ham oson. Buni siz ham qilishingiz mumkin. Agar sizni ham shu savol qiziqtirayotgan bo'lsa, marhamat videomizni tomosha qiling va o'rganib oling. Video yoqsa, klass boshlashni unutmang. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Albatta bizga USB brauzer programmasi kerak bo'ladi. Ya'ni bu kimlardadir bo'lishi mumkin yoki kimlardadir yo'q. Agar yo'qlar uchun men bu programmani qanday tortishni ko'rsatmoqchiman. Bu mana bu programma ko'rib turganingizdek, buni tortish uchun Play Marketga kirasiz va u yerga u ruschasi deb yozsangiz, sразу belgisini chiqarib beradi. Hozir mana o'si ko'rib turganingizdek, mana USB brauzer. Bu menda bor, shuning uchun buni tortmayman. Sizda установить skachat chiqadi va buni tortib olasiz. Xo'p, bu programmaga kiramiz va bu yerda video adres degan joyni ko'rib turibsiz. Xohlasangiz bu video adres degan joyga youtube.com deb YouTube'ga kirishingiz mumkin yoki YouTube'ning belgisi turibdi, o'sha orqali ham kirishingiz mumkin. Bu o'zingizga qaysi qulayroq bo'lsa, biz YouTube belgisi orqali kiramiz. Ko'rib turganingizdek, mana YouTube'ga o'tdik. Bu yerda tortadigan klipingiz nima qiziqarli bo'lsa, qaysi kino roliklar yoki videolar yoqqan bo'lsa, o'shani yozasiz. Misol uchun men klip tortmoqchiman. Klip deb yozaman. Mana klip 2017. Farruh Hamrayev eslama klipini tortmoqchiman. Bu klipga qo'yaman va bu klip boshlaydi ko'rsatishda. Hozir internet qanday ozgina sekinroq. Va bu klipni tortish uchun nima qilishimiz kerak? Ko'rib turganingizdek, tepada Farruh Hamrayev degan yozuvni ko'rib turibsiz va o'shani bosamiz. Bu yerda adres chiqadi. Ya'ni bu to'liq adresi shu saytni, ya'ni shu videoni. Va adresdan so'ng m.youtube ni ko'rib turibsiz, ko'kning ichidagi. O'sha yerda m nuqtadan so'ng ss harfini yozasiz. Lotincha ss, ya'ni ss harfini kiritasiz. Va shunchaki start tugmachasi. Hozir internetda qanday nosozlik. Mana. Va sizda skachat yozuv paydo bo'ladi. Agar siz bu yerda MP3 formatini ham tortishingiz mumkin, 3GB formatini ham tortishingiz mumkin. Lekin shu качественный format tortishni istasangiz, bu yerda shunchaki skachatni bosasiz. Skachat chiqadi, telefoningizga o'tkazasiz va mana ko'rib turganingizdek, загрузка ketyapti mana. Farruh Hamrayev eslama qo'shig'i tortilyapti. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qilishni unutmang. Siz bilan Shuhratbek.